Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bir kichkina obyekt bilan sizlarni tanishtirgim keldi. Do'stlar, biz oshxonaga gibki kamera yopishtiramiz. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Birinchi ko'rinishini xudo xolasa ertadan gibki kameralarimizni yopishtiramiz. Devorda qo'ldan kelgancha tekizlayapmiz. Hozir ishlar qizg'in ketyapti. Bu joyimizda adresiga kelsak, Andijon viloyati Baliqchi tumani Eski Haqlobod qishlog'ida joylashgan ekan do'stlar. Xudo xolasa ushbu oshxonamizni tashqi fasadlariga, asosiy devoriga gibki kameralarimizni yopishtiramiz. 18 kvadrat chiqdi do'stlar. 1 kvadrat gibki kameralarimizni usta xizmatlari ichida 95 ming so'mdan dogovor qildik. 95 ming ichiga kiradigan narsalar: gibki kameramiz, maxsus klegi, maxsus laki, dostavkasi, ustalar xizmatiga devor tekizlash, gibki kamera yopishtirish, lak sepib uy xonadon egalariga topshirish xizmatlariga kiradi. Do'stlar, gibki kameraga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tamiz. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab xizmat faoliyatimizni olib boryapmiz. Eski Haqlobodda bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab, videolarimizni muntazam kuzatib boryapti turgan yurtdoshlarimiz, ushbu xonadonda manzillari bor. Ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilsalaring manzillarni aytib o'tamiz. Kelib o'zlaring ko'rishlari mumkin. Gibki kameralarimizni yopishtirish ish jarayonlarini do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda charchamanglar.